Bu videoda men millionerga olmosli haykal qurib berdim. Evaziga esa u menga $1 million berdi. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Barchangizga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda bugun men Frenzy va mening kanalimga xush kelibsiz do'stlarim. Sizlar meni qanchalik xursand qilyapsizlar. Kundan kunga to'g'risi. Men 13 kun oldin qo'ygan videoyim bilasizlarmi qancha nima deydi? Prosmotr qanani mening videoyim 10,000 prosmotrdan oshib ketgan, tushunyapsizlarmi? Va men 13 kun video qo'ya olmay qoldim. Buning uchun men juda ham kechirim so'rayman. Shuning uchun men endi videolarni juda ham tezroq chiqarishga harakat qilaman va sizlar uchun tez chiqaraman. Ammo tezroq obunachim sonini 1000 ta qilib qo'yishimiz kerak. Men 200 ta qo'yibsizlar, sizlarga gap yo'q. Men o'tgan videoda aytganman, adashmasam, tezroq meni 1000 ta obunachi qilsa, kommentariyallarimga misol berishim, javoblarimga to'g'ri javob bersanglar, men sizlarni tekinga reklama qilib beraman deb. Albatta mana shu videomizda ham bu narsa amal qiladi. Sizlar agar mana shu kanalimda 1000 ta obunachi qilib, prosmotrlarni yorib olib, men bergan misollarimga javob topsanglar kommentariyada, men sizlarni tekinga reklama qilib beraman 1000 ta bo'lsa. Hammalarning kanallarini bitta qoldirmasdan reklama qilib beraman. Shuning uchun hozirroq kanalimga obuna bo'ling, mana misollarni boshlaymiz unda. 5 ga 5 ni qo'shsa necha bo'ladi? Shuni kommentariyada yozib qoldiring. Shunda men sizlarni tekinga reklama qilib beraman. Mana yana qaytaryapman. 5 ga 5 ni qo'shamiz, necha bo'ladi? Albatta bu oson bo'lishi kerak deb o'ylayman sizlar uchun. Albatta mening obunachalarim juda ham aqlli va shuning uchun albatta javob kutaman va meni tashqarida kimdir chaqiryapti. Afaranji. Salom Meraka, sizni meni uyimga kim chaqirdi? Xullas, Frenzy yordaming kerak. Qanaqa yordam? Xullas, qishloqqa millioner kelyapti. Millioner kelyapti. Yaxshi-ku, nima qilibdi millioner kelayotgan bo'lsa? Xullas, sen bizga millionerning haykalini qurib berishing kerak bo'ladi. Millionerni haykali? Millionerni haykali nima uchun kerak? Xullas, kerak-da, tushunayapsanmi? U juda ham boyvachcha, u bizga ko'p pul beradi qilib bersak. Qayerga qilib berish kerak? Shaharga borishim kerak bu uchun. Yo'q, qishlog'imizga mana shu o'rtasiga qilib berasan. Qayerga o'rtasi? Magazinlarni o'rtasiga-da. Mana bu yergami? Albatta o'sha yerga. Menga foyda nima undan? Senga $1 million beradi, ahmoq. Rostmi? Endi biz hoziroq ishni boshlaymiz. Menga narsalar bormi? Millioner qachon kelar ekan? Ertaga keladi. Shuning uchun hoziroq biz qurishni boshlashimiz kerak. Senga u kreativ beradi, sen va kreativda qurib berasan. Shunchaki meni vaqtim yo'q, mening yoshim katta, qiynalaman. To'g'ri. Xo'p, unda men qilib beramanmi? Albatta sen qilasan va senga kreativ beriladi. Kreativ o'tmaganimga ancha yillar bo'lgan edi. Taxminan 2 yil yoki 1 yil oldin men kreativ bo'lgan edim do'stlar. Qani kreativni bering. G'ala deyishimni kutganmiding ahmoq? Albatta senga damlama beraman, damlamani ichasan. Bu damlamani ichsang sen kreativ bo'lasan. Rostmi? Ajoyib. Mana. Kreativ bo'ldim. Ajoyib. Do'stlar, juda ham ajoyib. Menga yoqdi va men uchishga tayyorman. Ajoyib. Qani uchi va 1-2-3 qanday uchilardi hozir. Mana bu yerga chiqib uchilarmidi va mana. Do'stlar, men uchayapman. Ajoyib. Men kreativ bo'lishda mahoratim juda ham katta. Shuning uchun u ishlarni menga topshirishdi. Chunki men kreativda ko'p bo'lganman oldin, lekin hozir ancha payt bo'lmaganligi uchun esimdan chiqib ketdi. Meni kreativ bo'lish tajribam bor. Nimalar qilish kerak kreativda, qanday oson uchiladi. Kreativda ko'pchilik to'g'ri ucha olmaydi. Minecraftda survivaldan o'tganlar. Lekin men juda ham ajoyib o'taman do'stlar. Va shuning uchun men o'tib keta oldim. Endi esa mana bulardan kopirovat qilib olamiz. Nimadan quramiz? Kelinglar, biz millioner bo'lganligi uchun olmosdan quramiz. Almos bormikan demoqchi edim, almos yo'q ekan. Mana. Men tayyorman. Almos blokdanmidi? Albatta. Xo'p. Do'stlar, bizda mana bunday modlar mavjud. Va biz bu modlar bilan qanday quramiz bilasizlarmi? Albatta buni ko'rib olasizlar. Mana bunday qilamiz. Kelinglar do'stlar. Biz mana bunday qilib mana jin ursin. O'tinglar mana. Bo'pti, mana sizlarga. Mana bundan mana bu yergacha va unchalik g'alati va tez bo'layapti. Do'stlar, mana tayyor. Va endi biz hozir
Va do'stlar, men hozir qanday qilishni o'ylab oldim va endi bu mana bunday qilib yana bitta kattaytirishimizga to'g'ri kelar ekan. Sal yaxshiroq qilish uchun. Va biz mana bu voy jin nursin normalga o'tkazamiz va mana shunday qilib buzib tashlaymiz. Va mana bularni esa biz qo'yamiz. Ajoyib bo'ldi. Endi biz mana bunday qilamizda tepalariga ko'tarib, tepaga buni ko'tarishimiz kerak bo'ladi albatta. Mana va bu yer ham mana va biz mana shunday qilib, mana ko'ryapsizlarmi? Sizlarga juda ham tez bo'lishni usullari juda ham katta deb meni mana shunday meni modlarimni kim olishni istasa, albatta meni Telegram kanalimda mavjud do'stlar. Frenzy seni modlarning dahshatli ishonaver desangiz meni Telegram kanalimdan topasiz. Albatta shuning uchun do'stlar meni umid qilsanglar, yangi modlarimni tashlayman. Menda oldingi eski modlarim. Agar yangi modlarni olishni xohlasangiz meni Telegram kanalimda 200 ta, mana shu YouTube kanalimda 1000 ta obunachi bo'lishi kerak. Albatta prosmotrlar ham juda ham ko'p bo'lsa, juda ham yaxshi bolalar edi. Va endi biz mana shunday qilib super floatga qo'yib, voy jinursin. Yo'q, adashdim. Mana bu yerga va mana bunday bo'ldi. Va endi voy jinursin, mana buni to'g'risi kreativga ancha payt o'tolmadim, modlarimni ham yaxshi ishlata olmayapman. Va mana do'stlar, endi esa biz kelinglar biz mana bunday qilamiz. Qayerdan qo'ydim? Mana buni buzamizda. Mana bunda voy nima bu g'alati ishlayapti. Yo'q, mana bunday ekan. To'xtanglar, mana buni to'g'risi do'stlar juda ham qiyin bo'layapti menga. Biz mana bu yerdan mana bu yergacha. Aha, yaxshi. Va endi biz bu yerdan esa mana ajoyib. Bu ishlayapti. Ajoyib do'stlar. Men endi mana shu yerdan qilib ketaveraman. Sizlar hozir buni video davomida ko'rasizlar. G'alati chiqmayaptimi? Voy Frenzy, sen qurishda diding yo'q ekan-ku deyishingiz mumkin. Lekin sizlar buni oxirigacha ko'rmadingiz. Va mana sizlar buni oxirigacha ko'rasizlar va hayron qolasizlar. Frenzy, sen juda ham ajoyib bo'lar ekansan. Sening diding chakki emas ekan deb qolasizlar. Va ajoyib. Endi esa bu yerlarni mana. Albatta sizlar like bosishni unutmang. Men so'z gapiryapman, to'g'rimi? Endi biz mana shu yerdan oyoqlarini qilsak ham bo'laveradi. Menimcha shunda ajoyib chiqsa kerak. Va kelinglar. Mana shunday qilamiz. Bu yerdan bu yergacha ko'taramiz. Bo'ldi. Mana va mana. Tushdi mana nihoyatda. Mana shunday va mana shunday. Ajoyib. Endi normalga o'tkazamiz. Mana shunday. Tepalarni yopamiz va yo'llarni ham yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tez harakat qilamiz. Va mana shunday qilib quraveramiz do'stlar. Endi esa bu badan edi do'stlar. Sizlar hozir buni video davomida bilib olasizlar. Qanchalik ajoyib bo'layotganligimni, lekin sizlar hozir his qilmayapsizlar. Birinchi sen sen unchalik zo'r qura olmayapsan-ku, ahmoq deyishinglar mumkin-ku. Hozir men sizlarga ko'rsatib qo'yaman qanchalik ajoyib bo'lishi mumkinligini. Va mana bu yerdan qo'lini o'tkazamiz. Mana shunday qilamiz va mana shu yerdan biz qo'lini quramiz do'stlar. Va bu ajoyib. Mana sizlar hozir qo'lini ko'rasizlar. Men haqiqatan ham qo'lni o'xshataman, juda ham zo'r o'xshataman. Xavotir olmang do'stlar. Va mana shunday. Va endi biz mana yaxshi. Yo'q, mana bu yerdan ekan. Va ajoyib chiqayapti demoqchi edim. Ham bu tepadan ekan. Mana.
juda ham ajoyib chiqadi. Menga qo'lni yasash juda ham yoqdi, to'g'risi. Qo'lni yasash menga yoqdi. Va menimcha yaxshi chiqdimi desam, yo'q. Bu yerni yopishimiz kerak ekan, chunki xunuk bo'lib qoldi bu yerlari. Va menimcha ajoyib. Vo, ajoyibligini qarang qanchalar. Va endi biz bu yerga jitilni kallasini qilamiz. Va jitilni kallasi qanday bo'ladi? Albatta menimcha bu millionerga o'xshasa kerak. Millionerning mashalasi ham sal g'alatroq-ku, to'g'rimi do'stlar? Millionerning mashalasi sal g'alatroq va o'ziga o'xshatamiz. Va black deymiz, yo'q, qora obsidian mayli. Biz uni mana bundan ham qo'yaveramiz. Ana, o'xshayapti millionerning yuziga. Va endi biz millionerga o'xshash uchun mana bunday qilib ikkita buruncha ham qo'yib qo'yamiz va bizning soch ham qo'yib qo'yaylik bo'pti mana. Mana bunday har xil g'alati sochlar. Kimning basharasiga o'xshab qoldi. Mana qalpoq kiygan millioner. Menimcha bu juda ham ajoyib chiqadi deb o'ylayman. Menimcha bu sizlarga ham yoqdi. Bu lekin menga juda ham yoqdi do'stlar. Frey, juda ham ajoyib chiqaribsan. Senga gap yo'q. Va endi men senga mukofotingni beraman. Avvalo senga juda ham katta rahmat. Mana meraka qurib bo'ldim. Rahmat sizga ham fikrlar uchun. Juda ham ajoyib chiqdimi? Sizga o'xshabdimi? Albatta menga o'xshabdi. Qanday ajoyib chiroyli bo'laman-ku. Men ham chiroyli bo'pti-da menga o'xshab. To'g'ri, siz juda ham chiroyli. Yoqdimi sizga? Albatta gap yo'q. O'zingni oqlading, Frenji. Rahmat sizlarga do'stlar, mana qanchalik ajoyib qilganimni va men survival rejimiga o'tdim. Chunki 1 soatga amal qilar edi. Juda ham ajoyib. Qishlog'imizga kirgan odam buni bittada payqaydi, bittada ko'radi. Va haybat, ulkan minora. Tushunamsizlarmi? Qishlog'imizga kiraverishdi. Menimcha bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan birgalikda bugun men Frenzi bo'ldim. Hammangizga xayr.